Bu patsientkamiz bizaga birlamchi 2,5 yillik bepushtlik bilan kelganlar. Turbalarni bittasi yopiq, bittasi ochiq. Hamda endometrioidni kistalari bo'lgan, uni operatsiya yo'li bilan oldirganlar hisobiga tuxumdonlari kichkina bu tabiiy homiladorlikni harakatini qildik. Deyarli 1 yil davomida homiladorlik bo'lmadi. Bularni eko protokoliga oldik. Chunki aytganimdek zaxira kam va eko protokolida bir nechta bo'sh folikulalar oldik va bir donagina tuxum hujayra olishga muvaffaq bo'ldik. Shunaqa holatlar ham bo'lib turadi. Shunaqa qarorga keldikki, bu tuxum hujayrani urug'lantirmaymiz, banking qilib muzlatib qo'yamiz va yana yangi folikulalarni o'stirib, yangi hujayra olamiz deb. Va ko'ryapmizki, hozir punksiyadan keyin tuxumdonlarda folikulalarning ham soni biroz ko'paygan. Ya'ni bitta, ikkita, uchta folikulalar ko'rsak, hozir 4 ta, 5 tadan folikulalar ko'ryapmiz va shuningdek tuxumdonlarda folikul yorilib, o'rnida sariq tana hosil bo'lgan, ammo endometriy yupqa. Endometriy ham folikul kattalashgandan keyin u ham shiroki bo'lishi kerak, keng bo'lishi kerak endometriy. Ko'pincha surunkali infeksiya bo'lsa, bachadonning ichida yoki chandiqlar bo'lsa va prolaktin baland bo'lsa ham shunaqa narsa bo'lishi mumkin.